Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bay bobo uydami? Ha, uyda bir aka ishlarman, shug'ullanyapti, marhamat. Kim bor? Keng bay bobo, keng bay. Va alaykum assalom. Shukr Ahmed, o'zingiz. Assalomu alaykum. Здравствуйте. Bay bobo qanday? Bolalar, o'tingizlar, qanday kelingizlar? O'tingizlar. Bay bobo qanday so'shlar? Zo'rsizmi? Bo'lar, zo'r, o'zingiz o'rsangmi? Bay bobo, sizga bir mehmon olib keldim, rossiyaliklar. Ishbilarmon kishilar. Aleksandr Makedonskiy. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать. Спасибо. Senin işleri qanday? Kamchilik yo'qmi ishingda? Va ishlar yaxshi, bugun sadoqlar ochib Senin işleri qanday? Senden kamchilik yo'qmi? yaxshi, fevral oyi qaraganda mart oyida ishlar ancha yaxshi. Bay baba, bizim ishdan shartnoma tuzish uchun shu daftarimizda bir tanishib chiqsangiz shu daftarni. Mayli, sen o'qadur mehmonlarni hurmatini joyiga qo'yib, eng qimmatli mehmonxonalarga joylashtirib, hurmatini joyiga qo'yman, bu shartnoma tanishib chiqqandan keyin javobini aytaman. Xo'p, bay baba. Mana bir mikrofon. Boshqa ishlaringizda kamchilik yo'qmi? Axir bilan tangding. Magazinlarning hammasida savdo bemalol yaxshi ketyapti axir. Mikrofon chap. Kesinlikle mehmonlar olumsuzdan yerga o'tgan. Ata! 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 Ha, oğlum kel qara, nima gap? Nima deyman, bir marta chaqirganimni ha demaysiz. Ko'rmasman, sen o'zing bas mehmonlar kechirtirsan. Siz faqat suylaysiz. Nega pul kerak? 100 dollar debmi? 1000 dollar, 100 dollar nima? Ma. Kesh qilma, ertaroq kelgin, bazarlarga qo'shilma. Ata, mendan qachonga da hozir olasiz. Men o'zi katta kimsang, tancha baying bo'laman. Mendan xotiraman. Siz ham o'zingiz nima qilasiz? Ona ko'ra ishlaringiz mensiz. Men o'z yaqinda o'ylarning boshqa olmoqchiman, yana sen nima qilasiz? Huzurda mehmonlar olumsuzdan yerga o'tgan topa olmaysizlar. Joylashtir. Qaytasan borib mehmonlarni joylashtir. Ne o kadar shartnoma tanışıp xo'p, bayroq biz qayta yaratib boramiz. Ishga Mahalla rais yo'q mahalla. Kimlar? Keling, Afsaqar keling. Assalomu alaykum, bayroq yaxshimisiz? Bo'ladi, zo'r keling, qara Afsaqar. Bu deyman. Toza qop qara mashina chiqib ketdi. Shangi chiqqana qishlabdi. Tushunarsan, chet-ellik mehmonlar shunday deb o'yladim-da. Nima gap bu, Afsaqar? Shu bay bobo bir maslahatman kelimda. Shuni desangiz, shu sizga havasim keladi-yu, bilishingizga havasim kelmaydi-yu, achuvim keladi. Shu o'lingiz ko'cha-ko'yda ichib, qusib, hammaning yuragini olib, sug'urib, hammasini maydalab jiribdi-da, shuni nima qilibdi keyin shuga? Bir ilojini qilsangiz deb kelimda maslahat deyishimiz. Nima qilasiz? Shuni bir chek qo'yasizmi yoki birinchi yerga o'qitning, sizning davlatingiz ko'p. Shu siz qayerga qo'l uzatsangiz yetadi. Sizning jangingizda bir o'tiradigan yerdan nariq qarab ketganingizdan keyin odam kerak-ku axir. Shu o'qiganda nima bo'ladi, o'qimayotganda nima bo'ladi? Nima o'qigan birsiz, joyga naningiz yo'q, kelgani kiyimingiz yo'q.
Bana men okugan yokman. Şu kadar düşkü işler idaram var oturman. Ha yana Bay Baba sizin hürmetiniz var. Aksakallık burçumdu bacarayın dep kelem da bu işin ahırısı vay bolmasın. Özünüz bilesiz. Hay men barayın. Meçte kichkina maylis var edi da, şonu o'tkazish kerak edi. Ha kelasiz da beshikka tomon. Mayli qish ketdi zaten. Ana gruppaga ber. Tamam, programmalaring tamam bo'ldimi? Otayning davlatida yaxshi tomonlar. Bugün nima aytsan qilaman. Nima desang aytaver. Men nima uchun hammangga o'zim sanasam dardim. Pul beraymi? Maslahatim var. Maslahatim olsa ayta sonra. Şu ne kıladı? Ne yoksa? Adamın olsa şey oylak görüş gerek. Çora. Vallahi dünyası tıllasın. Vah. Tıllalar. Bakın, derin aslanın yenesi var da karasan sandığını açıp o sertifikalar közümün altına hareket etmeydi. Gir dedi. Ana şunu. Ne o tıllaları satsam o bagati bay bulama ne? Bay bulama. Bak, atamın canı öldüm tırama ne? Ne tırama? Hemen iş gerek bu takı. Ne anlasını sürteme. Sen kanunu dön. Oğlum sen bulasın aslan. Şendin mi? Gel getir. Gel. Oğlum çekilin kana. Aleyküm assalam. Ne olduğunu görünmeydi kana. Teşekkür ederim. Cenab-ı Hak sayılalım. Yana istiyorum ben. Yok. Evet. Nereniz cadır buktu. Tabura dört. Söyle mi? Ne? Selamünaleyküm oğlum. Aleyküm. Sakın. Qanaysan bolam? Yaxshi, o'zing to'xtaman. Kelgan ishkenlaring yaxshi. Zerikmaygina uyda o'tiribsanmi? Yaxshi. Atang davlatidagi jirganlaringdan ko'ra sinibsan bola. Ha, otam edi boshqa edi. Ha, endi men sali bilmayman boshqa ishlarni. Sali ketmay ekanman. Men senga aytibman. Men senga aytibman-ku vaqtida o'qi. Sen menga yana gavurlatgan ko'rding. Ishding, qutding, jirding, rahat. Mana endi hozir atangning kam tilla bayliqlari qolgandir. O'qib bag'in. Jirsan men jirsan. Sen jirsan. Bir o'zingda ataqamni bitib o'yaqabasan, bitib yoqasan. Sen nima sen aqsan? Qanigay, laqtay. Ataqal o'yma hech kim emas, kishingmi? Meni hech kim emas. O'qida bolam, o'qi. O'qimayman. O'qimayman. Asvoy bo'ladi bolam, o'qi. Aldın atang davlatida chet elda mehmon keladi. Hozir atang davlati yo'q. Kelmaydi uyga. Men shundan gaplarni ko'p eshitdim.